Yaqinda Telegram gruppada men uchun eng kerakli bo'lgan, anchadan beri izlab yurgan bir ma'lumotni tashib qoldi. Bexosdan o'sha gruppaga joylanib qoldi-da. Xursand bo'ldim-da, o'zimni saqlab oldim. Yaxshi bo'ldi dedim. Shuni tashlagan odamga rahmat aytib qo'yin deb yozdim keyin. Kim tashlagan bo'lsa ham Alloh rozi bo'lsin, rahmat deb yozdim. Yozganimdan keyin pastdan yozyapti-da, Diyorbek hali hech kim omonatni topshirgani yo'q, hali yana boshqa biri yozyapti, hali hech kim vafot etgani yo'q. Unaqa noxush gaplarni yozmanglar deb yozyapti. Men yozgan pastidan javob yozyapti odamlar. Men hayron qolaman-da, aynan shu Alloh rozi bo'lsin degan gapni janozada ishlatish shartmi? Ya bir vafot etib ketgan insonni eslaganimizda eslash shartmi? Boshqa payt eslasa bir yomon ma'noni anglatami? Ya shunaqangi bir chuqur islom diniga kirib ketgan bo'ladimi shu Alloh rozi bo'lsin degan yoki sizdan yoki palonchidan Alloh rozi bo'lsin deb aytib qo'ysa. Shunchalik chuqur haligi islom dinini muhokama qilayotgandek bo'laman.